Bugun gipovolemik shok 4-qismi bilan gaplashamiz. 4-qismida gaplashamiz. Ya'ni ba'zi belgilar, e'tibor beradigan jihatlarimiz haqida gaplashamiz. Endi katta. Birinchisi taxikardiya. Taxikardiya bu yurakning o'zi tez urishi. Endi gipovolemiyada qanday bo'lsa, o'zi mana qon hajmi kamayadi. Qon hajmi kamaygandan keyin bu yurakda zarb hajmini o'rnini kompensatsiya qilish uchun, miqdorni to'ldirish uchun yurak tezroq uradi. Va shu bilan kompensatsiyalanadi. Bunda ko'rishimiz mumkin, yurakning otish hajmi zarb hajmini yurak urish tezligiga ko'paytmasga teng. Yurak zarb hajmi degani bitta urganda chiqadigan qon hajmiga teng. Yurak otish hajmi 1 minutda qancha chiqarishiga teng va 1 minutda yurak urish tezligini zarb hajmiga ko'paytirsak, yurakning otish hajmi kelib chiqadi. Taxikardiyaning eng katta ko'zga ko'rinadigan belgilaridan, gipovolemik shokning eng ko'zga ko'rinadigan belgilaridan biri bu taxikardiya. Ya'ni yo'qotilgan hajmni ma'lum vaqtlargacha ushlab turadi. Ya'ni perfuziyani ta'minlab turish uchun. Endi taxikardiya tushunarsiz taxikardiyalar ham bo'ladi. Tekshirasiz, ko'rasiz, bemorni ko'rganingizda hamma belgilari yaxshi bo'ladi, lekin yurak o'zidan o'zi tez uradi. Faqat gipovolemik shokka bog'lab olish kerak degani emas bu. To'g'ri, boshqa kasalliklar ham bo'ladi, lekin miyamizda qaysidir chetda gipovolemik shokni hech qachon esdan chiqarmasligimiz kerak yoki yashirin qon ketishini. Под вопрос miyamizda turishi kerak. Istisno. Endi gipovolemik shok dastlabki fazalarda kelib chiqadi. Ko'p insonlarda, lekin istisno holatda, masalan, u ertamanda beta blokator qabul qilib olgan bo'lsa yoki постоянный beta blokatorlar qabul qilib oladigan ayol yoki erkak kishi bo'ladigan bo'lsa, bunda kechroq taxikardiya yuzaga keladi yoki sportsmenlarda ularda yurakni otish hajmi zaxiralari bo'ladi. Ya'ni yurak ancha kengroq bo'ladi. Bitta qisqarganida normadagi odamning zarb hajmidan ko'ra yuqoriroq va ko'proq qon o'tib beradi. Shuning uchun bunda kechroq rivojlanadi. Endi arterial gipertenziya bu gipovolemik shokning eng ishonchsiz va kechki sodir bo'ladigan belgilardan biri. Chunki nimaga desak, gipovolemik shokda shunday bo'ladiki, sirazi hajm kamayishni boshlagandan so'ng juda sezgir bo'ladi-da organizm va kompensatsiya mexanizmlari boshlaydi. Kompensatsiya mexanizmi tugagandan keyin dekompensatsiya bosqichiga o'tganda arterial gipotenziya kelib chiqadi. Ya'ni bunda bilishimiz mumkin, arterial qon bosimi 90 millimetr ustunidan pastga tushganda, ya'ni yoki o'rtacha arterial qon bosimi 65 millimetr ustidan past bo'lgan yoki odatdagi, masalan, 120 ga 80 yuradigan odamda 30% arterial bosimi, qon bosimi pastga tushganda уже kompensatsiyadan dekompensatsiyaga o'tishni boshlab уже o'tdi. Biz tasavvur qilishimiz kerak, 30% kamaydimi? 120 ni 3 ga bo'lsak 40. Demak 80 ga tushdimi? Dekompensatsiya bosqichi ketyapti. Juda tezlik bilan harakat qilishimiz kerak. Chunki bu eng kechki belgilardan biri. Bo'lib ham eng kechki. Buni misol arterial gipotenziyaga uchrashini kutishimiz kerak emas. Keyingisi shok indeksi, Algover indeksi degan narsa bor. Shok indeksi shunaqaki, yurak urish tezligini sistolik arterial bosimga bo'lamiz. Normada 0.5 yoki 0.7 gacha bo'ladi. Misol uchun 72 ta 80 ta uradigan odamni 120 ga bo'lsa 72 ni 0.6 ga to'g'ri keladi. Bu norma, sog'lom odamdagi. Agar endi buni belgilari agar birdan oshiq bo'ladigan bo'lsa, arterial qon hajmini tasavvur qilishimiz kerak, 20 yoki 30% ni 20 dan 30% gacha bo'lgan hajmda qon yo'qotgan yoki organizm suyuqlik yo'qotgan yoki 1,5 dan oshgandan so'ng tasavvur qiling 40%
qon hajmi yo'q. Gemorragik insult gemorragik gipovolemik shok bo'ladigan bo'lsa, bunda 40% organizmda qon suyuqlik chiqib ketgan yoki nogemorragik bo'ladigan bo'lsa, bu yerda 40% suyuqlik yo'qotgan organizm. Degidratatsiya bo'lganligi bo'ldi deb hisoblashimiz kerak. Bugungi mavzuimiz bugungi beriladigan ma'lumotlar shulardan iborat. Qolganlarini keyingi qismlarda gaplashamiz.